Akalar, Andijonda Asakasida ishlarimizni tugatdik. Xudo xolasa mana mashinamizga hamma narsalarimizni yukladik. Endi xudo xolasa ketyapmiz. Ancha odamni xursand qildik, hammalar juda ham xursand bo'lishdi. Mana shu yerda Asakada mana shu Mahmudjonda servisida ishladik. Ba'zi bilan anchadan beri hamkorlik qilamiz. Mana Mahmudjon, assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamadingizmi? Rahmat aka. Mahmudjon, mana shu do'koningiz, lokatsiyasini aniq aytsa, shu Asakaliklar kelib sizdan mana zapchastlar olish yerda qo'ydirishadi. Bo'ldi. Shu O'zbekiston sentriga yetmasdan Dasaf bor. Dasaf yetmasa 10 qo'lda o'z barnerlar qilib qo'yganmiz aka. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Hammanglar ishlamiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana hamma zapchastlar bor. Biz ham o'zimiz ham shu yerdan zapchastlar oldik. Juda ham arzon, ham juda ham sifatli ekan. Kelaverasizlar, pastda Mahmudjonning nomerini qoldiramiz. Damas gidravlika qilish, hamma mashina hadovoyini qilish, motor, balon qo'yish, hamma xizmatlar bor. Nomer qoldiramiz, bemalol kelaverasizlar. Akalar, keyingi joyga, keyingi viloyat qayd bo'lishini kommentariyada yozinglar. Kim ko'p kommentariya yozsa, o'sha yerga borib, mashinalar, Damaslar gidravlika qilib beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin, ko'rishamiz.